هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 18-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshilamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu muborak oy boshlanishi bilan boshlangan bu güzel programımız Allah'ın rahmeti bilen haşbeş tügücü bugün 18. sanımız geldik. Mana bu güzel ayınki şarafetinden, faziletinden paydalanğaç bizge yolbaşçı bolgan süymlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ana şu güzel ahlaklarını özümüzün hayatıda yaşaş, özümüzde bir özgertiş hasıl kılış üçün başlatkan programımızda her bölümde bir mavzunu tutup kelyapmiz. Bugün inşallah Rabbim halisa bugün baş temimiz bolsa Rasulullah ve yaşlar degan temini koyduk. Programımızın daimlik mehmani, hürmetlik hammalar tanışık bolgan davetçi Şarkı Türkistan Ölümalar Birligi a'zosi hürmetli Ustaz Habibullah Kösani'ni teklif qildik, qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun oldin ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdim etganligi uchun ekranning oldidagi nomerlar orqali programmaga aloqador bo'lgan savollarni so'rasanglar yoki yozsanglar biz oldimizdagi programmalarda bunga javob berishga tirishamiz inshaalloh. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning ham foydalanishi uchun programmalarimizni ham baharlab qo'shinglarni umid qilamiz. Bundan qo'shib bugun bosh temamiz Rasululloh va yoshlar degan temani qo'ydik. Har bölümde farqli mavzularda paranglashgan bo'ldik. Albatta bir jamiyatninki yükselishi, jamiyatning taraqqiy qilishi, şu ummatninki kuchlanishi uchun yoshlarninki ahamiyati intayin muhim, intayin zo'r bir kuch hamda bir jamiyatga nisbatan. Bugün biz mushu jamiyatdagi asosliq kuch bo'lgan, kelgusining egalari bo'lgan bu yoshlarninki Rasulimiz, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bularga qanday muomala qiladi degan babda to'xtalsak deb buni o'rlashtirdik. Aldı bilen biz yaşlar degan kim degan bu savolni qo'ysam, nima ish qiladigan vaqtida insonlar yosh degan vaqtida yoshcha aytdiki, qayrib ketgan inson men qayrdim ham deb yeshining cho'ngib ketganligi bilan inson qayrib qolamdi yoki yoshlik degan islomda boshqa bir narsami inson 80 kirsimi yosh deb atalamdi. Bu yoshlar degan kim, nima bu mush ufqimni bir ochsa qoldim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Allah subhanahu ve taala bütün dünyadaki Müslümanların bu ulug' ay, ulug' kunlardagi ruhsini qabul qilsin. Allah subhanahu ve taala vatandagi mushu Sharq Turkistonimizdagi zolimlarning qo'lidagi yoshlarimiz bilan qutulduğunu nasib qilsin inshaalloh. Amin. Endi bu yoshlik degan inson hayotidagi en qimmatli, en muhim bosqich. Hammamiz besbetimiz. Yoshlikni ham bunday yosh bo'yicha hisoblasak, o'lmalarimiz 15 yoshdan tortib 50 yoshgacha yoshlik deb hisoblaymiz deganlar. Ba'zilar 40 yoshgacha degan. Ya'ni 15 yoshdan 40 yoshgacha, ba'zilar 50 yoshgacha deb. Hamda bu yoshlik yoki yoshlar kim u degan vaqtida bu oilaning to'riga, millatning to'riga, Şarkı Türkistan'ın törüge, İslam'ın törüge, İslam yaşlar bilen bu dünyada gülünüp yaşnagan. Hatta bizden Şarkı Türkistan mı, meyli Şarkı Türkistan'daki zulümünü yoqutish uchun Şarkı Türkistan'ı qurush vazifasi mush yaşlarni üstüge tushirlik. Şunun için bir milletninki taraqqiyoti, bir milletning kuchimi qanchalik yaşlarni yetildirib chiqalidi buning bilan o'lchilindi. Şunun için dinimizde mi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşlığa alayda köngül bilgen, hatta Kur'an-ı Kerim mi yaşlarını alayda tılgan. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh şundak deydi, "Ma ba'asallahu nebiyyen illa şabben" deydi. Allah evetken peygamberlerinin hemmisi yaşlı deydi. Mesela Resulullah'ın 40 yaş desek mi, yani yaşlılığının en pişkan, en kıran vakti.
Şunun Kur'an-ı Kerim'de şu yaşla köp tilg'ilgan hem peygamberlerin hammasi yaş peygamberlerdi deb hadisda kelgan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala şundaq deydi. İbrahim Aleyhisselam to'g'liq qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu İbrahim. Biz anlasak bu bir yaş baken fata degan yaş yani 15 yaşdan ya 20 yaş 25 yaşgacha fata yani 15 yaşdan 17 yaş 18 yaşında fata deyildi. Bir yaş baken onu İbrahim deb ataydı ekan, şu İbrahim ekan deb bilib butni chaqib atqanlar. Men İbrahim Aleyhisselam'ninki şu yaş bir kishi ekanligini tilg'alangan. Anandan keyin masalan nim to'g'riliq Yahya Aleyhisselam, Zakariya Aleyhisselam to'g'riliq va ataynahul hukma sabiyya deydi. Ular ta o'smir chaqlarda ularga hikmatni va payg'ambarlikni berdik deydi. O'smir payg'ambarlarda mavamda. Yani 14 yaş, 13 yaş. Muş derecede. Anandaki mesela Allah Subhanahu bu peygamberler mesela başka yaşlarını tilg'ilib Kur'an-ı Kerim'de iz awal fityetu ilal kahf deb. Öz vaqtida ashablar, öz vaqtida bir neçe yaşlar Allah'ın dini üçün bir g'arg'a seg'indi, yani g'arg'a yushurundi deb mishada uyimri innahum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Ular şundaq bir yaşlar idi ki Allah'a iman etgan yaşlar idi. Biz ularning texmu yolunu yani imanını yolunu uçuq qilib atdik. Yani ular texim artıq hidayetni berib atdik. Deb mishadamu yaşlarni alaqi Allah'ida Kur'an-ı Kerim'de tilg'agan. Mesela Yusuf Aleyhisselam'a ve lemma balaga ashuddahu ataynahu hukman ve ilma. İbrahim Aleyhisselam taz qıranıq etken vaqtda Yusuf Aleyhisselam taz yaşlığı to'lgan vaqtida deydi. Yetilgan vaqtida onun hükmünü yani ilmini berdik yani peygamberlikni şu çağda ata qildik deb şu yaşlar to'g'riliq Kur'an-ı Kerim'de şunda tilg'agan. Şunun için Peygamber Aleyhisselam'ın zamanı qarasaqmı Peygamber Aleyhisselam şu dinni vücudga chiqarish uchun asası jihatdan yaşlarga tayangan. Mesela Usame ibn Zeyd Rasulullah'ın terbiye oğlunun ki yani oğlu Usame ibn Zeyd'ga harbiy qo'mondan qavaqda yaşı 17 yaş edi. Bazıları 16 yaşdaydı. O'ylab baqsa bir davlatning harbiy qo'mondoni 16 yaş 17 yaş. Ve çoğun sahabelerden hammasi var. Abu Bakr radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu. Hatta Peygamber Aleyhisselam şu nim degansa, ma Usame'nin harbiy qo'mondonlikqa itiroz bildirmanglar degan. Çünkü o'yladi Peygamber Aleyhisselam boshqalar mushundaq Abu Bakr, Umar cho'nglar bayada bu kichkinaning shumtakni nima kapti dimsunda Peygamber Aleyhisselam ata aytan dedi. Silmaning dadisini qo'mondon qilsam itiroz qilgantinglar, ma balasiga itiroz qilmanglar. Çünkü innahu lajadirun bil qiyada deb. Mavu maş qo'mondan bo'lishga loyiq adam mavu. Buni shunda qo'mondonlik sufit tepildi deb nimani shunda qo'mondon qilgan. Mesela İbn Mas'ud shunda deydi: "Kunna naghzu ma'a Rasul sallallohu alayhi vasallam wa nahnu shabab" deydi. Biz Rasululloh bilan jihatlar qildik, hammamiz yosh deydi. Hammamiz yosh. Mesela İbn Umar radıyallahu anhu shunda deydi: Uhud kunisi men cihatni qatnashaman deb bordim, yeshim 14 yoshda dedi. 14 yoshda. Hozir 14 yoshlik balam aniqlasi yarim soat ekan, dada nima qildim deb yenib kirdi hamda. Nimaga borganting deb. 14 yoshda Rasulullohga jihat qilaman deb borsam, ijozat bermadi, qattiq yig'lab ketdim. Xandak urush bo'lgan chaqda, Uhud urushidan keyin xandak urush bo'ldi emasmi? 1 yil yani. 15 yoshga kirgandim Rasululloh menga ijozat qildi deydi. İmam Buxoriy naql qilgan hadis sharif. Yani 15 yoshga kirgan odam urushga qatnashgan gapda. Mesela hazır maqul kishi olgan Jiroqdan avtomat atgan gap, o chaqda kushkitayn degan gap. Kushkitayn do yani 15 yoshlik bola. Mesela Amir ibn Sa'd shunda dedi. Ashu Badr kunisi Peygamber Aleyhisselam Umayr ibn Abi Waqqas bilan Sa'd ibn Abi Waqqas ikkisini deydi. Kichik deb urush qatnashqil qo'ymabdi Badr kunisi. Çünkü ikisi birisi 14 yaş, birisi 15 yaş, birisi 16 yaş. Akuka.
Şondan bu qattiq yig'lab ketdim deydi. Men yig'lab turibsam, shuni ijozat qildi. Shondan deydi Amr ibn Sa'd deydi, men uningga qilishninki qipini deydi. Ustun qilib bog'lab qo'ysam, eli qilishninki yegi tegib qoldi deydi. Shu sheytolab ketgan mana shu urishda. Hatto sabtalik yoshlarni tanlaydi-ku, masalan, jangi bordilarni. Ay sabki tizilib turganda mana shu ikki kim bilan putining ufkini bilan o'zini ko'stimiz deb. Ko'stimida bayında turganda mana. Endi demak, masalan, o'ylab baqsizlar. Ali raziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom hijrat qilgan vaqtida jinin alqon qilib Rasulullohning o'rnida yotgan vaqtda umri yeshi 23 yosh edi. Asma onamiz musulmon bo'lgan vaqtda yeshi 14 yosh edi. Asma onamiz islom tarixidagi eng mashhur ayollardan birisi. Tamam? Abu Jahlni o'ltirgan 2 yosh. Muavviz ibn Amr va Muavviz ibn Afra. Birisi 14 yosh, birisi 15 yosh. Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu shunday deydi. Badr urushida qattiq jang qilsam 2 kichik bola kapti deydi. Voy tag'a dedi. Ha desam, Abu Jahl degan qosi dedi. Nim qilsa balam Abu Jahlni desam, anglasak Rasulullohni tillaydi ekandiq. Rasulullohning inovatini qo'g'dash uchun uning bir adini birildigan dedi. Shuni "Ov" deb ko'zib qo'ysam deydi. Osh etilg'anj berib Abu Jahlni bir qilich soldi dedi. 14 yosh 15 yosh. Qilich sağandan keyin buni o'g'li ko'rib qoldi. Ikrama Abu Jahl ko'rib qilib, uning qo'liga meshak sol qo'limi, o'ng qo'lim chapib qo'limda sanglab qoldi. Sirati a'lamun nubarada ashta bir vaqalik bor. Qarasam qo'lim mushunda sanglab men urush qilishim qashil qildi, putimga dassab yuz o'tib jihatni davomlashtirdim deydi sizlar. Necha yosh qolsa 15 yoshlik bo'lar. O'sha Abu Jahl mushuk o'tgan. Biz hozir Ibn Abbas desak islomning sahobalarining ichidagi eng mo'l sahobi. Hibru hazihil umma, bu ummatning eng katta olimi. Turjamanul Qur'on. Qur'onningki tafsirshunoslikning peshvoyi bubisi Rasululloh o'lib ketganda 13 yosh edi. Ya Rabbi. O'ylab baqsam. Dinning yerimini uguninglar degan Oyisha onamiz Rasululloh o'lib ketgan chaqda 18 yoshda. Ya'ni demak bu biz agar nim qildigan bo'lsak, ya'ni bularning umrini masalan Ibn Umar deb qo'yamiz. Ibn Umar hijrat qilgan chaqda 10 yosh edi. Dadisi Umar roziyallohu anhu hijrat qilgan chaqda 10 yosh edi. Ibn Umar esa hadislarni eng ko'p hadis taxminan 1600 hadis naql qilgan bizga. Şu İbn Umar tahir hicret qanchaqda 10 yosh edi. O'ylab baqsizlar. Yani demak bu yoshlarimiz mana bo'libmi? Bosh kuch talab qildigan, jasurlikni talab qildigan ishlarga Payg'ambar alayhisalom yoshlarni asosiyatini shularga tayinib, hozir qarasak men Rasululloh bilan jihad qildim, Rasululloh bilan uni qildim, Rasululloh bilan buni qildim deyishi mana demak bu islomning asos yuki yoshlarning yelkiniga qo'yilgan. Islom yoshlarningki bilik orqali, yoshlarning himmat orqali bizga yetib kelgan. Shuning uchun bu yoshlik Alloh subhanahu va taolo bizga bergan bir ne'mat. Alloh subhanahu bu ne'matningki o'ziga tushliq nemis bo'ldimdi. Bir vazifasi, bir mas'uliyati bo'ladi. Mana bu yoshlik bir millatning asosi boyligi, bir millatning turiki, dinimizning asosi avangard qo'shinlari. Agar bularni bir millat yetildirib chiqmaydi ekan, bu yoshlar o'zining mas'uliyatini tunamaydi ekan, bu islomda yaxshilik bo'lmaydi, bu millatda yaxshilik bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi darsimizda mushu qo'mondonlarimiz har bir uyda yosh bor. Har bir uyda yosh bo'ladi. Har bir jamiyatda, har bir tashkilotda, har bir millatda yoshlar bo'ladi. Bular bilan qanday muomala qilib, bulardan qanday foydalanib, bularni qanday yetishtirish, mushuni bilmasak bo'lmaydi. Shuning bugungi dars asli bir necha dars bo'lsin bo'ldi. Lekin faqat mush darsni olgan qarindoshlarimiz agar yoshlar bo'lsa, o'zining naqadar, shuni Payg'ambar alayhisalom ig'tanim khamsan qabla al-khams deb 5 ishni 5 ishdan chuqum g'animat bil, qayrib ketishdan burun yoshliqni deydi-ku.
Bir hadiste kıyamet günü Allah tuncu soraydigan suallarning birisi yoshligingni nima ishlar bilan o'tkazing deb so'raydi deydi. Shuning uchun bu yoshlarimiz, yoshlik mana bu. Ya'ni mush dunyo yani yoshlar bilan gullaydi. Yoshlar bilan taraqqiy qiladi. Ya bu biz Sharq Turkistonlik, hozir Sharq Turkistonlik zulm chekayotgan biz millat umid yoshlarda. Shuning uchun o'qiyotgan yoshlarimizda bu yoshlarimiz vaqtini, umrini cho'qim qadrlashi, har daqiqalarda mahorat, ilm o'rganishi bak muhim hamdi. To'g'ri. Ham biz bu yerda bir millat uchun, bir jamiyat uchun yoshlarningki qanchalik muhim ekanligi shu misol keltirilgan misollar bilan nihoyat yaxshi yo'ritib berildi. Hamda yana bir narsa anaqa bir insonning yosh bo'lishi uning faqat yeshining 20, 30, 40 gacha bo'lgan emas, balki bir inson hatto 80 yoshda bo'lishi mumkin. Bir 20 yoshlik yoshda bo'lmagan yurak bo'lishi mumkin. Irodasi. Xuddi Abu Ayyub al-Ansari mushu Istanbulni fath qilishdan qilma Rasulullohning hadisiga anlab Aşnınğı düşüp qalanmamak deb 90'dan aşağı vaqtida müşahakayışı. Yo'q, insonning buni masanga biraz ta'kidlab qo'yish kerakmi? To'g'ri. Albatta. Ya'ni bizningki yoshligimiz bizning iymonimizda, dinga bo'lgan samimiyatimizda, millatga bo'lgan sevgimizda, Allohga bo'lgan qulluqimizda. Bu haqiqiy yoshlik. Ya'ni haqiqiy kuch bu iymon. Iymonning oldida hech nim tura olmaydi. Agar iymon haqiqiy bizda shu inshaalloh biz yana davomlashtiramiz. Masalan, mana Rasululloh yoshlarni qandoq tarbiyalab chiqqanligini o'ylasa qarasan. Ular qandoq qilib 23 yil jarayonida Sharqda bir imperiyani, G'arbda bir imperiyani yimirib tashlab dunyoga yangidan bir ummatni paydo qildi. Nima uchun degan chog'da shu yoshlar, ya'ni iymoni bilan, asli biz iymonimiz bilan yosh. Biz aqidamiz bilan, qimmat qarashimiz bilan bunun bilan yosh. Bu to'g'ri bu. To'g'ri bir mundaq bir yoshdan, mancha yosh ancha yosh desak, endi 15 yoshdan 40 yoshgacha boshqacha. Ammo haqiqiy yoshlik sening himmating, g'ayrating, qalbingdagi tugmas bitmas iroda va g'oyang. Şoň Rasulullah nurgun sahabeleri özünün tug'ilgan yerda emas, dunyoga bu haqiqatan iborat bu da'vatni, bu dinni yeyish uchun nurgullarning qabrisi zaminning namini olib qoldi-da. Şu Abdullah İzzam'ның bir gipi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen hac qilgan sahabelerning soni, yani taxminan 100 mingdan chiqatirib 114 ming deyildi. Ammo Makka Madinadagi sahabelerning qabrisi 10 mingdan oshmaydi deydi. Qolganning hammasi dunyoning har tarafiga, dunyoda adolat tuzumini o'rnatish, haqqoniyatni barpo qilish, islomni kishilarga yetkazish uchun shu dunyoning to'rt taraflarida qabrlar qilib qolgan. Ya Rabbi xo'sh, endi Rasulimiz yoshlarga qanday muomala qiladi demaymiz. Endi Rasulullohning tarixini, hayotini o'qisak, ya'ni dunyoda zulmni qarshi turish, har qanday bir yaxshi bir ishni vujudga chiqarish uchun mushlarning hammasi yoshlarning gadini tushganligi aniq. Shuning uchun men Rasulullohning yoshlarga qanday muomala qilganligi haqida men eng bir ta'sir qilgan yeri mush Rasululloh yoshlar bilan cho'nglar o'tirsidagi farqni butunlay yo'q qilib, bu yoshlar bilan nihoyat tez chiqib ketgan. Mening eng Rasulullohdan ta'sirlanganim shu. Masalan, hozir bizning o'tirdik chatimiz shu. Cho'nglar yoshlarga muomala qilsa, cho'ng o'zining shu zaqdek aqli bilan muomala qildi. O'zining yosh vaqtidagi davri bilan muomala qilmay, shunlar bu oraliqdagi tusaqlar paydo bo'lib, yoshlar bilan cho'nglar chiqishamaydigan bo'ldi. Ammo Rasulullohninki mening eng banga mushaqda izlanib qarsam, Rasululloh mush yoshlar bilan muomala qilgan chaqda dal shuning yeshida, shuning tuyg'usida, shuning tafakkurida, ilk yoshlar bilan umr farqini butunlay yo'q qilib, masalan, shularning tang tushlari. Tangsak. Masalan, o'ylab baqsaq, bir payg'ambar Muaz ibn Jabal taxminan musulmon bo'lgan chaqda 18 yosh. Tamam? Payg'ambar alayhisalom 50 yosh kirgan. Ya Muaz, labbayk ya Rasululloh. Wallahi inni uhibbuka fillah. Yani tulub taşqan bir muhabbet. Muaz men seni yaxshi ko'raman. Men seni 50 yosh kirib qolgan bir payg'ambar, 18 yoshlik, 20 yoshlik bir balga men seni Alloh yo'lda yaxshi ko'raman.
Yani bu adamni hayron qoldirdi shuni. Payg'ambar alayhisalom hatto qasam qilib turib, "Vallohi inni la uhibbuk" 3 qatim deydi. Maaz, Alloh bilan qasamki, men seni chuqum yaxshi ko'raman. Yana birdam turib o'tib, "Ya Muaz, labbayk ya Rasululloh, men seni yaxshi ko'raman." O'ylab baqsa, Rasululloh 3 qatim men seni Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rmasa, Muazning qalblari qaynamasmi endi? Yuraklari shuchada qanda bir tuyg'u, shunami? Deb bo'lib, "Usika ya Muaz, men sana bir vasiyat qilay. La tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Yani her bir namozdagi mushni Muazning qalbiga singdirish uchun Rasululloh, "Men seni yaxshi ko'raman." Biz hamda og'ina o'ylab, yana Muazdan eng yaqin og'ina oldi. Og'in degan nima? Bir-birini yaxshi ko'rish-ku. O'ylab baqslamdi. Bu shu yosh farqini butunlay yo'q qo'ydi payg'ambar alayhisalom. Bu menga eng ta'sir qilgan. Ikkinchisi, payg'ambar alayhisalom yoshlarning qiziqishini, yoshlarning intilishini bak tushunadi. Hozir shu, yoshlarga qanday xitob qilamiz? Yoshlarni qanday shu yoshlar oldi bilan yoshlarning nimani o'ylaydiganligini, yoshlarning nima qiziqganligini mana tushunish kerak-da. Payg'ambar alayhisalom mushuni tushunadi. Masalan, bir vaqalik bor. Payg'ambar alayhisalom haj qildi. Haj jarayonida shunda chiroyli bir qiz bola kelib, Rasulullohdan qanday qildi? Savol so'radi. "Ya Rasululloh, menda dadam o'lib ketgan edi. Qiz bola chiroyli ekanda, Fadl ibn Abbas Rasulullohning keyinda otga minib o'ltirganlik qildi. U Rasulullohning keyinden 5-chi qilib qiz bola qarg'il tegdi. Rasululloh mundaq 5ni mayni qilib qo'ydi. Qism matratib 5-chi qilib qiz bola buningga Fadl Abbasning bak chiroyli ekan-ku. O Rasulullah'dan so'z so'ramadib, qiz bola bu Fadl Abbasga Fadl Rasululloh qardi. Rasululloh mundaq to'sdi, lekin u yerda bir eg'iz ya qiz bolaning ko'ngliga tegadigan, ya Fadl ibn Abbasning ko'ngliga tegadigan gapni herkes qilib sanmadi. Yoshlar, tamam. Uningga bevositandagi nasihat qildi. Bevosita nasihat qildi-yu, mishadi ya Fadl ibn Abbasni yoki nimani bir tillab, xapulab, qiz bola nima uchun siz yuzingizni yapmadingiz yoki sizning unda gap yo'q. Shunama chiroyli nasihat qildi. Shunga o'xshash masalan Malik ibn Huwayris shundoq deydi. Biz Rasulullohning qishig'iga keldik, hammamiz o'xshash yashdagi yoshlar deydi. Ya'ni ular bir jiroqroq yerdan Rasulullohning qishig'iga kelib, musulmon bo'lib, bir din o'rganaylik deb Rasulullohning qishig'iga keldik deydi. Shu Rasulullohning qishida din bir Rasululloh ularga bir chidir qilib berdi. Ular shu chidirda turib Rasulullohlar namoz o'qib 20 kun turdik deydi. 20 kun turgandan keyin ana shundan hammamiz asta xotin bolani seg'ini qilib başladik deydi. Başlasak Rasululloh shundan bizningki bu ahvolimizni bil qoldi deydi. Bunday deydi. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahiman raqiqan deydi. Rasululloh nihoyat mehribon, nihoyat zilti deydi. Yani zil inchga ash yoshlarning asta xotin bolalarini seg'inib qolganligini bil qoldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Yani yoshlarni tushunadi, yoshlarning nimiga ilm qilganligini biladi dedi. Shundan Rasululloh bizningki oilamizning seg'inganligimizni bil qoldi va siz bu yerga keldinglar, xotin bolalaringni bormi u deb so'raganda biz ya Rasululloh hammamizning ayoli va mesela ayolimizni tashlab keldik desak payg'ambar sallam endi qaytib ketinglar. Qaytib ketib oilangizga din o'rgatinglar va ularga namoz o'qishni o'rgatinglar deb bo'lib ondan keyin ichinglardan cho'nglar imom bo'lsa. Yani cho'ng hurmat qilishni o'rgatdi-da yani. Men Rasululloh yana ular bu fursat nima yani? Ularni to'g'ri, ularning qiziqishni, ularningki nimaga seg'inayotganligini bilib, shu fursatda ularningmi ko'ngli yoqadigan gapni qildi va shu fursatdan foydalanib bir qimmat qarashni o'rgatdi. U bo'lsa-mu falyaum kibarukum deb, akbarukum deb. Nima uchun cho'nglar imom bo'lsin degani, bularga cho'nglarni hurmatlash, cho'nglarni qadrlashni o'rgatdimish adam. Shu demakki, masalan shuningga men Rasulullohning yoshlarni tushundiganligini bilgandan yoshlar hech kimga deyamagan gapni Rasulullohga aytdi. Masalan, haliqi burunqi darsimda o'tdi, bir yosh bola kelib, Rasululloh mana shu zina qilib ruxsat qilsa degani. Yani bu gapni o'ylab baqsa, 11 insonda Abu Bakr Umarga deyamaydi bu gapni.
Normal bir adamga diyemeydi o. Mesela bizim hazır bir, mesela bizdelik maşallah yaşlarımız var, çoğun ustazlarını, doktor, profesörlerini hürmetlep adet normal adamga kılamaydı şuna ko. Ama o kiliplam Resulullah'a ben zina kılıç ruhsat ya Resulullah diyelişi Resulullah'ın ne kadar yaşlığı yakınlıkını hiç kimi diyemeyen gapni diyeleydi kalışkıda. Çünkü Resulullah onlarga kalbini açkan diken ulamı Resulullah'a çoğu kalp darvasını açtı. Resulullah şu adı oy Xudaya tav oy demedi. Ay texim yakınkiler deb yakın olturup kulunu aşbalının jürük koyup ne dedi? Allahümme gfir zembe ve hassin ferceh dedi. O balı deydi Resulullah kuluna jürükümün udulu koydu. Resulullah'ın kuldan çıkıvatkan bir soğuk bir nesini his kıldım deydi. Hazırgıcı bedende badek his. Muş gepni digen bala hazır mı? Ay Resulullah'ın kuldan kılıvatkan bir soğuklık, soğuk bir salqınlık hazır mı his kılvatma deydi. Resulullah ne dedi şada? Vay akçı kökçü dumbakçı demedi. Ey Allah ma balının günahını afu kılgın. Yaman haramladın saklığın deb dua kıldı. Şu an o bal ne dedi? Avretin saklığın, haramladın saklığın. Demek mana bu Resulullah'ınki. Mesela İbn Mesud şundaq deydi. Ma anlattı sizlar. Bir günsi Resulullah deydi. Bana namazdaki teşahhudni öğretti deydi. Ettahiyatını öğretti deydi. Qanda öğretti? Kulumni Resulullah iki kolunun o'ttirsig'i aldı deydi. Mesela qo'llarini bazında tutaylı. Yen deblam ha kilar men sen o'tib qo'yamas. Assalomu alaykum deb qo'lni tutib turib, qo'lni ikki qo'liga ep turib shundami? Teşahhudni o'rgatdi deydi. Shuning uchun hozir siz biz namozda o'qiyotgan teşahhud bizga qanday yetib keldi? Bütün Muhammad alayhisalomning ummatlari ta qiyomatgacha o'qiyotgan teşahhud ash Ibn Abbosning ash Rasulullohda o'rganib bizga o'rgatib qo'ygan teşahhud. Shu teşahhudni o'rgatgan chaq nima deb bizga dedi? Men bir kunsi Resulullah'ın qishig'iga kelsam, Rasululloh mening qo'limni ikki qo'lining o'ttirsig'i ep turib teşahhud o'rgatdi. Bu nimani bildirdi? Şu hadisi mi? Şu İbn Abbas'ın mı hayatida unutulmadık bir ta'sirda. Unutulmadık bir iş bilan qilgandan keyin o kelgusi avlodlarga yetadigan gaplar. Unutib qolganda bir yil so'zlab qo'ygan bo'lsa, unutib qolish mumkin aslida. Ammo bir yil manda bir xil yiqillik bilan qilingandan keyin u sahabening ruhining hayotini unutilmaydi. Yillar o'tib ketsa mal payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ylab qo'ysa, shu naql qanchada bizga ashta naql qilgan. O'z naql qildi Buxoriy an Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud dedi allamani Rasul sallallohu alayhi vasallam o'z davotida o'gitib qo'ydi men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va kaffi bayna kaffay mening alqinim payg'ambar sallallohu ikki alqini qilib alayda tilg'adi at-tashahhud kama yuallimuni sura min al-Qur'on Qur'ondagi bir oyatni so'rni o'rgatgandek tashahhudni men shunda o'rgatdi dedi. Tamam? Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu o'g'li o'ylab paslar. Bir kunsi Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam ikki qo'lni mundaq muyramga qo'ydi dedi. Dab murisi qo'yibdi. Ya'ni eng yaqin og'inda gapdan biz qanday qildik? Bir og'inda qo'limizni murisiga olamiz qo'y. O'ylab paslar. Rasululloh ikki qo'lni muyramga qo'yib ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka g'aribu aw 'abir as-sabil. O'ylab paslar. Ya'ni hadisni naql qilgan vaqtda Rasululloh men mushundaq durup dedi degan gap ularga mushning boshqacha ta'sir qilganligini ko'rsatdi. Evet. Demak, ya'ni deydi, men Rasululloh ikki qo'lini muyramga ep turib, ey Abdullah sen dunyoda mendaq bir musofirda yashagan. Ya'ni bu dunyodagi bu o'tkinchi bir dunyo bu. Mangu emas, mehmondek yasha. Musofirda yasha deb Rasululloh tavsiya qildi deb. Demak, endi buni bu hozir o'ylab baqslar. Biz cho'nglarimiz aralig'i, "Voy, menga sen kichikda bir narsa bilmaysan" deblam. Voy menga voy sen tajribang yo'q. Voy bizning ishimizni behcha qilishayotgan. Sizlar bu dalam yoshlarni shu beshiq uriblam, yag qaqiblam tugashtiradigan. Buni men dedim, hozir Abdullah ibn Umar hijrat qilgan vaqtida 10 yoshda. Payg'ambar alayhisalom hijrat 10 yildagi o'lib ketdi. Demak, mush gapni degan vaqtda ya 15 yosh ya 16 yosh eng yo'g'on bo'lgan yasham. Rasululloh az degan joyda 50 bilan 60 dan arasida. Demak, ana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoshlarga mana mushundaq muomala qiladi. Ana lekin mush Rasululloh yoshlarga ishnatdi. Bu bak muhimchu. Rasululloh yoshlarga ishnatdi. Masalan,
Maş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemimiz bilimiz Mu'ta uruşuda Zeyd ibn Harisa, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Ravaha muşlarni harbiy qo'mondan qildimdi. 18 yaşdan 24 yaşgacha yeşi bulan. Falani şehit olsa Falani alıdı. Pistani şehit olsa pistani alıdı bayraklar. deb. Yani muşlarni muşu 18 yaşdan 24 yaşgacha muşlarni bir çoğun yani hazırki Avrupa bilan bo'layotgan urushda ma bu. Avrupa bilan bo'layotgan urush. Ana muşularni muşu Avrupa bilan tunji musulmonlarning urushi, Mu'ta urushi Avrupa bilan musulmonlar o'tirishga tunji urush. Muşnunga maş 3 yaşlı musulmon qo'mondan qilib atadi. Birinchi qo'mondan Palani bo'ladi, Zayd ibn Harisa bo'ladi. U shahid bo'lib ketsa, Abdullah ibn Ravaha bo'ldi. U shahid bo'lib ketsa, Ja'far ibn Abi Talib bo'ladi. Hem muşu ko'rmalarimiz bilib qolsa agar anglamagan bo'lsa buni bu. Shu jangninki jarayonini xuddi bilgan taraqqiy qilgan bir zamondagidek urush boshqa yerda Rasululloh Madinada turib taxminan Mu'ta bilan Madinaning oraliqi 700 kilometr. Payg'ambar alayhisalom shu vaqtda Naq maydonni sahobalarga deb turdi. Naq maydondan Falani hozir manda shahid bo'ldi. Xuddi televizor yo'g'on bir ekranda akab qo'yib, xuddi tomoshabinlarga o'ng'itayotgandek Naq maydondan deb berganlar Rasululloh. Buxoriyda babu. Allohning bir mo'jizasi. Demak, endi mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masalan Muaz ibn Jabalni Yamanga qozi qilib o'tganda Muaz 10 taxminan 20 yosh atrofida. 20 yoshlik bolani yani bir Yamanga qozi hozirgi yani vali sud mahkamasining valisi hamda. Sud mahkamasining valisi. Demak, bu vaqaliklardan yani Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu yoshlarga ishnatdi. Bu bir, ikkinchisi yoshlarga mas'uliyat ortdi. Bu bak muhim. Yoshlarga mas'uliyat berdi. Bizda shunaqa bir ishni yoshlarning bir ish qilinmaydi, bu buzvitidi deblam yoshlarni mas'uliyat bermay, ularningki bir tajriba elishiga, ularningki bir ularga fursat yaratilib bermalishi bu xato. Rasululloh ularga fursat yaratib berdi. Biri ishnatdi yoshlarga, ikkinchisi ularga fursat beradi, mas'uliyat beradi. Mas'uliyat degan fursat. Fursat beradi. Masalan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunda kunna naghzu ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam va laysa lana azwaj deb. Yani Peygamber bilan biz jihad qildik, hech qasimizning xotini yo'q degan gap yosh. Nima? Hatto ingimizda bir atal tukum yo'q dedi. Unda silsa bir atal tukum yo'q, shu jardam qildik deb. Demak, Peygamber alayhisalom biri masalan Attab ibn al-Asid. Attab ibn al-Asid Peygamber alayhisalom Makkaga vali qilgan. Makka fathi bo'lgandan keyin Makkaga fathi qilgan Attab ibn Asidning shu vaqtdagi yoshi 20 yosh. Yani ularga mas'uliyat ortadi, mas'uliyat beradi ularga. Mush Attab ibn Asid ta Umar radhiyallohu anhuning davrigachilik Makkaga vali bo'lgan. Rasulullohning davrida 20 yoshida vali bo'ldi. Undan keyin Abu Bakrning zamonasida vali bo'ldi. Umar radhiyallohu anhuning zamonasida shu yergachilik Makkaga vali bo'lgan hamdi. Shu yerda tavlingan gapda. Ha, shu yerda tavlinib. Masalan, Ali radhiyallohu anhuni Yamanga qozi qilib avatgan aynan. Muazzimin qozi qildi. Ali radhiyallohu anhu ma'lum zaman qozi qilgan. Bu demak qarab baqsizlar hammasi yosh. Shunga masalan Payg'ambar alayhisalom andakin yoshlarni davomliq, ya'ni birinchisi ularga ishnatdi. Ikkinchisi ularga mas'uliyat berib, fursat beradi. Üçüncüsü ularga davomliq ta'lim, ilm o'rgatdi Payg'ambar. Yoshlarimizni davomliq bir tarafdan yoshlar qanday qilish keraksa, bir tarafdan fursat berish kerak, bir tarafdan ularni mahorat o'rgatib, davomliq tarbiyalash kerak. Masalan, tarbiyalayman deb mas'uliyat bermaslik Payg'ambar alayhisalomning metodi emas. Tarbiyalayman deb mas'uliyat bermaslik yani. Xizmat qildirmaslik bu Payg'ambar alayhisalomning metodi emas. Xizmat qiladi deb o'qishni uzib o'tish bu Payg'ambar alayhisalomning metodi emas. Bir tarafdan xizmat qiladi, bir tarafdan o'rgatdi. Shuning uchun mana oliy maktab bolalarga mening qildigan nasihatim mana bu Rasulullohning metodi. Mana bu inson tarbiyalashning metodi. Tarbiyalaydiganlar mana shunaqa qilsin. Bir tarafdan bolani o'qisin, bir tarafdan amaliy unga mas'uliyat berib xizmat qilsin. Chunki xizmat qilish jarayonida savollarga duch keladi. Bu savolning javobini o'qigan maktab o'qish jarayonida topadi. Bunday qilganda yoshlarimiz yetildi. Shuning uchun bir tarafdan o'qish, bir tarafdan xizmat qilish. Bu Rasulullohningki yoshlarimizni
yoshlarga muomala qilishdiki eng muhim nimalarning birisi mushana. Shunday deydi Jundub ibn Abdullah deydi kunna ma'i nabiy sallallohu alayhi vasallam va nahnu fityanun hazawira deydi. Biz Rasulullohning qishida biz Rasululloh bilan birga hammamiz amdi tag'i buyimiz yotgan yoshlar edik deydi. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'on deydi. Biz Qur'on o'rganishdan burun Rasulullohning iymon o'rgandik deydi. Metodimiz shu. O'qishdan burun iymon o'rganimiz, keyindan o'qishni o'qiymiz. Şunun ustiga qurilish kerak. Ha, shuni ustiga. Summa ta'allamna al-Qur'on. Iymonni o'rganib bo'lib, Qur'on o'rgandik. Fazdadana bihi iymani. Aniq taxim iymonimiz kuchlanib ketdi deb. Undan boshqa Rasululloh andaki yoshlarning mash qiyinchiligi, ehtiyoji, shuni alohida ko'ngil biladi deydi. Masalan, xotinamali xotnab beradi, o'lnamaganlarga o'ylab qo'yadi deydi. Buning misoli hammamiz bilgan Julayb radhiyallohu anhu. Julayb ayna paka, doğulaq, chirayma hamda Alloh shunda chiray bermagan ayna bir sahabi. Shu hayotida men o'lnamayman deb o'ylanib qolgan edi. Men kimmi? Puldus pul yo'q, chiraydis chiray yo'q, bo'ydus bo'y yo'q. Şundan Peygamber Aleyhisselam Musab'ını qanday qildi? O'ldi ayna. Bir Peygamber Aleyhisselam Julaybga berib dedi, falanininki ansarilardan bo'lgan falani uyga berib qizni çay içü dedi. Şuna u berib Peygamber Aleyhisselam qizinglarga çay içirdi degan keyin ular o'ylab qoldi, "Voy Rasululloh, o'ziga çay içirmoqchi deb qo'shal" degan keyin, "Yo'q, menga çay içir" degan Rasululloh buyurdi debdi. Voy xotin bilan maslahat qilib baqa, "Ey debdi, shundan qiznim" dedi. Qiz qo'yib, "Rasululloh meni Julaybga loyiq ko'rsa, demak mening baxtim shu edi. Hargiz bu Julaybni quruq qo'l qaytamanglar, mening nikohimni o'qib qo'yinglar" degan qiz shu ham deydi. Xo'sh, endi yoshlarning biraz oxirgi so'zimizda Rasulullah'nınki hem bundaq muamele cəhətdə şularning yeshig'i tushib turib, ularning ko'nglini bilib turib muamele qildiganligini. Chunki qalbiga muhabbatni o'rlashtirib etgandan keyin qarshi tarafninki dunyoda da'vatmi shu hamda. Oldi bilan sen qarshi tarafni, tomoshabinni, sen da'vat qilmoqchi bo'lgan kishini o'zingni yaxshi ko'rgizalasan, sendan keyin uning keyin sendan chiqadigan har qanday narsa oson qabul qiladi. Xuddi yaqin do'stlarimiz bilan nurg'un narsa tushunishayotgandek. Ko'ngilda ustib Rasululloh shuna qiladi. Tarbiyani qanday tarbiya uslubida azroqlam bir so'z aytildi oxirida. Shuni biraz ochsaq. Endi shu yoshlarni tarbiyalash masalasi ajoyib muhim masala. Hammadan voy adam tarbiyalaymiz, voy biz adam tashkilotlar adam tarbiyalaymiz deydi. Kimni tarbiyalaysiz, kim tarbiyalaydi, qanday tarbiyalaydi, nima bilan tarbiyalaysiz buni bilmaydi. Hamma bizim shaxsan bizim bilmaymiz hamda. Lekin bu eng muhim tema. Her bir zavod, korxona, her bir tashkilot, bir davlat utuq qazanadi desa, yoshlarni tarbiyalasa, o davlat utuq qazanadi. O shirkat utuq qazanadi, o tashkilot utuq qazanadi. Bizning shu eng umidimiz bir yurish, shu davoni sifatli qila oladigan bir yurish, yoshlarni tarbiyalash hozirgi bizning eng muhim vazifamiz. Agar vatanimiz ozod bo'lib qolsa, bu yoshlar vatanni ozod qilish qancha qiyin bo'lsa, vatanni ozod qilib bo'lgandan keyin yoshtish shuncha qiyin. Hatta ko'pincha kishilar deydi, vatanni ozod qilishdanmi keyin shu vatanni yoshtish, tutib turish bak tas deydi-ku. Shuning uchun hozir yoshlarni tarbiyalash, vatanni agar ozod bo'lmay qolsa, ular davoni davomlashtiradi, ozod bo'lib qolsa, vatanni tutib turadigan bir yoshlar tarbiyalash. Payg'ambar alayhisalom qanday tarbiyalaydi desizlar? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib ularning qalbida sog'lom bir aqida, bir sog'lom qimmat qarash va ilohiy so'ygu, ya'ni ibodat. Chunki Allah so'ygusininki natijasi ibodat-ku. Xo'sh. Mushlarni ularning qalbiga tergan, qalbiga qilsin degan. Endi bu Rasulullohning inson tarbiyalashdagi, yoshlarni tarbiyalashdagi asosiy prinsipi Qur'onda bor. O'sha Qur'on bo'yicha tarbiyalaganda, masalan, qanday hadislar? Masalan, o'z vaqtida Makkadagi yoshlar, xuddi Makkadagi boshqa insonlarga o'xshaydi. Wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ya'ni Makkadagi davrda sizlarga osmon zaminni kim yaratdi desa Alloh deydi. Lekin ular
Peygamber Aleyhisselam bununla başqacha bir ufqumni, başqa bir mazmunni qo'shdi. Qanday qildi? Wa indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ajoyib bir mazmun. Anlab turibsizlar? G'aybning ochquchi Allohning ilkida. Bu g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo quruqlikda, dengizda hammani biladi. Hattoki bir daraxtdan bir yupurmoq tushsa Alloh uni biladi. Mayli dengizning eng cho'nqur yerlarida bo'lsin, mayli quruqlikda bo'lsin, nada bo'lsin, eng kichikning bir narsani Allah bilib turdi, Allah'ning kitabida yozig'li. Degandan buni tushungan yoshlar Allah subhanahu va taolodan qo'rqadigan. Har qanday cho'ng kichik ishlarda bu bu tushuncha bilan yashaydigan bir holat keladi. O'ylab baslar. Bir yupurmoq tushsa Alloh uni biladi deb nima demoqchi sizlarga? Seni butun yana uning qalbida Allah mening bütün işlerimni bilib turdi ekan, hammasi yezig'liq ekan, dunyodagi ishlarning hammasi Allohning bildigan doirasida ekan. Hatto bir yupurmoq tushsami, Alloh biladi ekan. Dengizning cho'nqur yerlarida, quruqlikning eng cho'nqur yerlarida bo'lsin, nada bo'lsin, o'nkurlarda bo'lsin, Alloh biladi degan ki, bu birinchisi buni Allohning mushunda to'ndi bo'ladi. Ondan keyin Allohdan ayminish, Allohdan hayo qilish ruhiy bo'ladi tiklandi. Şunu Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe kâne aleykum rakiba. Allah seni devamlık küzdüp durdu. Mana bu kımmet qaraş, bu iman, bu akidini birinci olup bunu tikledi. Onu nemi qarsa? وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Nima deydi o? Navoda bütün yeryüzündeki daraxtlar qalam bo'lsa, dengizlar siyah bo'lsa, uning bilan qo'shilib 7 dengizning suvi qo'shilib siyah bo'lsa, Allohning so'zini yozishga yetmaydi. Ya'ni Allohning bilimi demakchi. Allohning so'zi deganda nima deydi? Bilimini maqsad qildi. Allohning ilm, bilimi o'qiganlarga bildiganlar tugmaydi. O'ylab baqsana, ajoyib bir ulug', ajoyib bir katta. Ular bu Allohni bunda tushunmaydi ular. Bular qanday qildi desa, o'z vaqtida Alloh degan shu inson yaratib qo'ydi, boshqa aralashmaydi hamda. Hech qanday ish yo'q degandek. Yoki bo'lmasa, ma'u qarong'ulik ilohiy, ma'uliqi safarga chiqsak ruxsat so'raydigan iloh. Masalan, ashtaqdi. Masalan 360 butyapti-ku. Masalan, to'y qilmoqchi bo'lsa, bizga chiqib taq qilib bir taqa nima chiqdi? Qilma deb. Safar qilma, to'y qilma degani birdan ya'ni iloh bo'lgan tushunchasi nihoyat ibtidoiy, nihoyat oddiy, nihoyat yuzaki. Mana ma tushuncha. Bunda bu tushunchalarni o'ttirib qo'yishi o'ylab baqsizlar. Ya'ni Allohga bo'lgan tushunchasi bularning boshqacha bo'ldi. Andan keyin masalan koinot qarta. Masalan bu men dedim sog'lom aqidani o'ttirib qo'ydi dedi emasmi? Aqida degan nima? Aqida degan shu silninki dunyo oxiratga bo'lgan tushunchalari. Mesela kainatı bo'lgan tushunchalari, payg'ambarlarga bo'lgan tushunchalari, Allohga bo'lgan tushunchalari, hayotga bo'lgan tushunchalari, mush bütün tushunchalarning yig'indisi bir aqida oldu. Demek Allohga nisbatan bu tushunchani chiqildi. Dunyoga nisbatan chu. Qul ayinnakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'a lis-sa'ilin. Yani deydi sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar. Yani demek bu yerda zaminni Allohni yaratgan. Uning shirk keltirmasizlar. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Ahli olamlarning parvardi bu kishi bo'lsa, bu zot bo'lsa, olamlarning Rabbidir. Rab degan gap, ya'ni boshqurg'uchi, bütün ishlarni neri-beri qiluvchi, parvish qiluvchi, hamma ishlar bilan aloqador bo'luvchi degan gap. Ya'ni bularga nisbatan, ya'ni Allohga bo'lgan tushuncha, dunyoga bo'lgan tushuncha, mushlarni payg'ambar alayhisalom bularning qalbiga o'rnatdi.
Demak, koinotga nisbatan bularga nisbatan boshqa tushuncha paydo bo'ldi. Ondan keyin bu hayotlikni tushadi. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus solihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Bu mal dunyo degan, bu mal dunyo bu hayotlikning zinatidan iborat. Mush dunyoning zinatidan iborat. Ammo sening qilayotgan butun yaxshing bo'lsa Allohning dargohida eng yaxshisi shu. Hayat dünyani düşen dedi. Şunama demek o'ylab baksana. Allah'a alaqadar, dunyoga alaqadar. Hatta nim dedi? Hayvanlarga alaqadar. Ve ma min dabbatin fil ardi ve la ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalakum. Zimin ümmatkan, işgallar bakan hammasi sizlarga o'xshash ummat. Ma farrat fi kitabin shay. Biz bu kitobda ishni qo'ymaslikka bayon qildik. Yani bunun kainat Allah hayat dünya mahluqotlarga nisbatan bo'ladi. Aniq bir tushuncha, ibrat qilmay qarash shu hayot. İnsan bo'ladi amalimiz. İnsan aslasi nadin kelgan, inson tushungan, insonning xarakteri tushungan, insonning oilasi, jannar tushunib qoldimi? Ondan keyin Rabbana sana va illam taghfir lana va tarhamna nakuna khasirin. Ya'ni izib ketgan chaqda qanday qilishni o'rgat. Demak, buni Rasululloh mushundaqlar, insonlar dunyoda koinot aloqador, ya'ni nurg'un narsani bularning mingisiga mushtarjida qo'shdamdi. Anandan keyin buninglarga to'xtab qoldi payg'ambar alayhisalom. Bu aqida bo'lishunami? Aqida bilan axloqni bog'ladi. Bu bak muhim qarindoshlar. Ya'ni axloqsiz musulmon chuqum aqidasi chataqan musulmon. Sening axloqingda chataq bo'lib qolsa, sen ming soqolni egiz uzun qo'yib ol. Og'zingdan oyat hadislar to'kilsimi, axloqingda masala bo'lsa, sen aqidangda masala bor. Chunki axloqdagi nacharlik aqidadagi kamchilikdir. Sağlam aqida güzel ifadedir. Al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum liz-zakati fa'ilun wallazina namazlarda nayta astoydil o'qiganlar quruq gaplardan jiroq bo'lganlar deydi. Qasla namozni asla quruq gaplardan jiroq bo'lganlar. Zakatni ado qilganlar o'zining avratlarini saqlab qolganlar. Öğretlerini saqlanlardı. Demek bir namaz, bir ahlak, bir zakat, bir ahlak. Ahlak olan kımmet qarashının, ahlak olan aqidini bağladı. Bunda terbiyeli Peygamber Aleyhisselam. Bu pek mühim. Bu mükemmel bir sistema qaraslar. Dünya qarash, Allah qarash, ahiret qarash, hatta başka mahlukat, tabiatlarga bo'lgan qarash, insonning asli nadin kelgan, insonning xarakter, buni mushlarni tushundirdi. Allah'ның bəndiləri, yəni zimində manğa vaxtıda şundaq əstoydil, suğaqqan manıdı. Ularga nadallar til təkküsə, Assalamu aleykum deyib nadallarla qalısı yox, üz dişini qıldı. Bu əxlaq, yəni bulan muşunda tərbiyəli deyildi. Biz bir adam bizga shunday bir nadan qo'ysa, uningdimi nadan babada o so'qishib yuramiz. Biyadim dedi: "Va iza khatabahumul jahiluna qalu salama." Bütünlay mana shunday. Andan keyin masalan Payg'ambar alayhisalom dedik. Bütün dünya qarash, ya'ni buni tushundirdi. Andan keyin axloq, andan keyin ruhiy jihatdan tarbiyaladi. Qanday qildi? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Kechillari namoz o'qib, ruhiy jihatdan Alloh bilan bog'lanishga. Ya'ni bu tarbiyalash. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna. O'ylab basla. Deydi. Ajab oyat. Kechillari ruku'ga qilsa, bishlikni yahzaru al-akhirah xattiqan. Allohning umidini Alloh qulun rahmat kitabi. Jismi Allah yajzay. Axiratdan ansar Allah rahmat. Mushnammasi mushna paradam tarbiya. Shuni mazmun qasaqan bo'ldisi. Alloh bularga sog'laydi. Onun kendi akımat karşı öğretti. Anın kendi kıyılar kılkan biraz alıp bir içine alam rabbi. Anın kendi bu rüyat tepede geçilleri ibadetten tepede. Anın kendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlılık bulacu ilim öğretti. Mesela Maaz radıyallahu anhu şundaktaydı. Nima Abu Zar radıyallahu anhu. Ya Resulullah man yaqsar illa ma kunt. Nadul Allah haqqi. Allah il. Anı çıkartmagan. واتبع السيئة الحسنة أقرب اليمن إشراس يدنا أجشت بيشغل يعني يجدوا وخالق الناس بخلق أحسن كشلا ولان كشلك مناسبته güzel muamele bu. Ne bu firma bunda terbiyeleyen. Bu terbiyeleşten usul şuna bu sahabeler şunda terbiyeleyen sahabeler şu yarıyan şeref fas imesini garip soğuk giden kuat tuyan yani nurlar insan nurlar onun içine kuat ilim ruh çıktığında basar. Ma soğuk terbiye.
تاتيك مسؤوليتي ان شاء الله بيجي توقف موضوع معنا يخشي قبل ما نفهم ذلك الله بلا على زيادة بس بلا تشيل سيد وش بعد تقدر هذه تفرج ربنا نشوف أنا تقبل يقولون كلام بدي نسأل كلام بوزوس هذا دغوا ودغوا دين لازم تبوم تاني بدياب بدي نشوف حسابنا وش هذا أنا قبل كلام قال شرف الآن جلسنا يخدم خصم لا مزيان الله ما تشيء لأن الله خمس سماوات يا سيد الكونين يا الله حبيبي